Xalis niyat, xalis istəklər, mehrli qollar, muhabbət qalblarning eng yorqin nuqtasi şirin tushlar. Karxanchilarningki mard-mardanligi va shunaqla mayirlarningki eng samimiy bayonlari dal mushiyada. Assalomu alaykum ekranotga qadrli ko'rmalar va shohlar naq marak talab qilgan ixlos shirin tush programmasi. Men riyosatchi Zumrat Abduqodir. Bu programma jamiyatning orqasi xatlandirki har xil kishilarning orzusi uchun maydon hozirlash, ahamiyatli orzu va g'oyalar egalariga yordam berish maqsadida ta'sis qilingan. Karxanchilarning taraqqiyoti xalqning qo'llashi va shunaqla sifatli mahsulot hamda samimiy mulozimat orqali amalga oshadi. Xalqdan elib xalq qaytarish karxanchilar madaniyatining eng yorqin julosi va shunaqla iste'molchilarning umididir. Men bilan sherish programma gruppamizga barliq xizmatchilarga va shunaqla programmamizga qatnashgan barliq mayirlar nomidan o'ziniki sehiyligi bilan mehrli qo'llarini uzatgan barliq karxanchilarga chin yuragimdan tashakkurimizni bildiraman. Rahmat sizlarga. Xo'sh, qadrli ko'rmanlar, undaqda oldi bilan buyuk programmamizga qatnashgan aziz mehmonlar va shunaqla sehiy mehribon karxanchilarni to'shirib o'tgan bo'lsam, oldi bilan aziz mehmonlardan davlatlik birinchi darajalik rejissor, tanliq shoir, korxona madaniyat tadqiqotchisi Muxtar Bug'ra apandi qarshi olamiz. Erkin Ismoil apandi qarshi olamiz. Qamirdin Muhammad Ali apandi qarshi olamiz. Nurali Asqar apandi qarshi olamiz. Olimjon Jaloliddin apandi qarshi olamiz. Abduz Mehmet apandi qarshi olamiz. Oblat Yosif apandi qarshi olamiz. Nabijon apandi qarshi olamiz. Murabibullah Salay apandi qarshi olamiz. Yasinjon Muhammad apandi qarshi olamiz. Abduqodir Misht apandi qarshi olamiz. Yusufjon To'xta apandi qarshi olamiz. Abdusami Oblat apandi qarshi olamiz. Abdulla Aziz apandi qarshi olamiz. Oblat Abdulla apandi qarshi olamiz. Xush kelibsizlar apandilar. Xo'sh, undaqda shirin tush programmamizni hozir rasmiy oldi boshlaymiz. Undaqda sahnimizda Shamsiya Abaydulla. Assalomu alaykum naq maydondagi qadrli tomoshabin do'stlar. Assalomu alaykum ekran oldidagi televizor ko'rguvchi do'stlar. Ko'ryapsizlar, ixlos shirin tush programmasi. Men Shamsiya Abaydulla. Mehr muhabbatga to'lgan bu programma orqali sizlar bilan didorlashganligimdan to'liq xursandman. Hammalarga mehrim bilan salom yo'llayman. Hayotingizga go'zal orzularning yor bo'lishiga tilakdoshman. Mehrli qalblardan muhabbat izlab kelgan mahirlar, shundaqla ahamiyatli orzu armonlarga madadkor bo'lish uchun kelgan azizlarga hozirlangan shirin tush programmamizga kelgan qadamlaringizga marhaba. Oldi bilan programmamizning qoidasini Shirin tush mahirimiz sahnaga chiqib, o'z mahoratini namoyon qiladi. Ondan o'zining shirin tush arzu armonlarini ko'pchilikka so'zlab berdi. Undan keyin men bilan aziz mehmonlar bilan shundaqla shirin tushlarning madadkori bo'lgan karxanchilar bilan fikrlashdi. Fikrlashish jarayonida agar karxanchilarimiz bu shirin tush arzu armonlarni ahamiyatga ega deb qarasa, shundaqla qo'llaydiganligini, yordam beradiganligini bildirsa, albatta qizg'in qarshi olamiz. Ondan keyin shirin tush egisi tush markazimizga qadam qo'ydi. Bu chaqda naq maydondagi 150 nafar tomoshabin va 15 nafar korxonachi bilet tashlash orqali shirin tush egisining tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga kirmasligini belgilaydi. Naq maydondagi 150 nafar tomoshabin do'stimizning har biri birdan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga, 15 nafar karxanchimizning har biri 10 dan bilet tashlash yoki voz kechish huquqiga ega. Jami bilet soni 300 bo'lib, mahirimizning bilet soni agar 240 dan oshsa, undaqda u muvaffaqiyatli holda tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash bosqichiga qadam qo'ya oladi. Ekran oldidagi televizor ko'ruvchilarimiz tunji fasllik ahamiyatli arzu egisini tanlash o'tkiligi o'tgan mahirlarga tor, telefon yoki undidar saloni orqali bilet tashlab qo'llaydiganligini bildirsa bo'ladi. Oxirida programma guruhimiz bilet soni eng yuqori bo'lgan 3 mahirni tanlab chiqib, 50 ming yuan, 80 ming yuan va 100 ming yuan bilan mukofotlaydi. Albatta, shirin tushlarga madadkor bo'lgan bilet tashlagan qadrli televizor ko'ruvchi do'stlarimizmi programma guruhimiz ta'minlagan isil sovg'alardan bahramand bo'la oladi.
Bilet taşlaşdan burun vədi qılınğan yardımlar icra qılındı. Bilet taşlaş faqat şerin çüş igisinin tunji fəsillik əhmiyyətlik arzu igisini tanlash basqıçığa kirish kirmasligini belgilaydi. Xo'sh, undaqda mahirimiz sahnimizga marhamat. Qumlar shivirlaydi, Nasir. Men bir qumluq varisi. Ejdadim, ota-bobam, hatta meningmi qip-qizil kindiqanim shu qumluq bag'riga tamchilagan. Əsrlərdən beri şu xislatlik mamıq qum bag'ri üzümge o'xshash evlatma evlat talay insanlarning kindiqanini kutib olgan bo'g'iydi. Shundaq qumlar shivirlaydi, qumlar so'zlaydi, qumlar bayonlar eylaydi. Ular hech qachon tillari bilan emas, dal yolqinliq yuragi ateşlik sehri dilleri arqılıq sözleydi, hikayetler, rivayetler bayan kılıdı. Şundaq, ularning sözleşleri de, hikayetleri de, rivayetleri de, hatta şamal soqqan ularning şıvırlaşları da bir ulug' ruh bor. Şu qumlarning jismida bir ulug' hikmet bor. Qani do'stim, quloq siling, ular nima deydikin? Halollik, poklik, chin so'ygi, muqaddas aqida mana bu qumlarning cheksiz ketgan shu ko'z yetkisiz takli makonning bag'rida lavildab turgan bir parcha muqaddas yolqinliq o't. Assalamu alaykum aziz qarindoshlar, hurmatlik muhtaram korxonchi ustozlar, bugungi bu programma qatnashgan barliq tomoshabin qarindoshlar, mening ismim Maransa Qurban. Taklimakan qumlig'ining g'arbiy janubiga joylashgan qumliqdagi yeshil marvoyit go'har zimin deb nom olgan Chechan diyoridan yetib keldim. Chechan diyoridagi barliq aziz qarindoshlardan hammanglarga yolqinliq salom, oliy ehtirom. Nasirni shundoq yaxshi o'qib berdingiz. Rahmat. Nima ish bilan shug'ullanasiz, kasbingiz? Men burun Chechan noylik tashviqot bo'limida ishlagandim. Tashviqot bo'limidan dam olishga chiqqandan keyin izchil holda shu adabiy ijodiyat bilan shug'ullanib kelyapman. Mening shu adabiy ijodiyat bilan shug'ullanganimga 10 yil bo'lib qoldi. Xo'sh, undaqda hada sizning bugungi orzuyingiz nima? Men orzuyimni bayon qilishdan avval Men arzuyimni bayon qilishdan avval aziz mehmonimga o'zimning sovg'amni taqdim qilmoqchi. Endi bu muhabbat shundoq davomlashgan degan bu roman men o'zim yozgan bu romanning sharafli yozuvchisi, baxtlik avtori dalma o'zim bo'laman. Shunga shu romanimni sizlarga bir so'zlasam. Rahmat. Xalqimiz suyungan bo'lsa, biz o'zimizning əmgikimizdən to'liq faxrlangan bo'lamiz. Men bizning programma guruhimizdagi barliq jafokashlarga vakolatdan sovg'atingizni topshirib oldim. 2 nafar korxonchimiz barliq bizning sexiy mard korxonchilarimizga vakolatdan sovg'atingizni topshirib oldi. Azat Sultan muallim bo'lsa, bizning aziz mehmonlarimizga, qadrdonlarimizga vakolatdan sovg'atingizni topshirib olgan bo'ldi. Rahmat sizga. Rahmat. Undaqda endi orzuyingizni anglaylik. Mening arzuyim bo'lsa, baya
qarindoshlarga so'zlab o'tdim. Men shu adabiy ijodiyat bilan shug'ullanib kelayotgan. Keyin mening kallamda bir televiziya ssenariysi yozib baqsam qanday bo'ladi degan yana bir mushundaq orzuning turtkisi bilan men bir ssenariy yozgan. Endi bugungi bu so'ringa kelishlik orzuyum dal mush o'zim yozgan Bayavandagi Sadolar nomli mushu ko'p qismli televiziya ssenariyini bir televiziya teatri, ya'ni ko'p qismli televiziya teatri qilib ishlab, ekran yuziga olib chiqish. Endi mening asosli maqsadimning poskallasini desam, endi ssenariy meningdan, asar meningdan. Endi bu bir cho'ng ish. Bu ssenariyning hajmi nisbatan ko'proq. Yani bununla xili zo'r kuch ketidi. Bunun uchun bu ssenariyaga rejissorlar kerak, artistlar kerak, kompozitorlar kerak. Endi bu murakkab ishlar bir yolg'iz mening qo'limdan kelmaydi. Demak, yolg'iz otning chingi chiqmas deydigan gap bor. Şoňa mushu ssenariyni bir ekran yuziga olib chiqish uchun men tuvandagi barliq hurmatli korxonchilarimizning qo'llashiga, madad berishiga, yaqindan yordam qilishiga, ham sherin tushimning bir reallikka aylanishiga men madad berishiga men muhtoj, ehtiyojli. Shu sababdan keldim. Demak, mening orzuyim mana shu. Bo'ldi. Assalomu alaykum, Mahmud xonim. Bugün təsirləndik sizin işlərinizdən. Rəhmət. Demişim o, şu bana gerçi kitap tegmişim ama tigil oldu ekoğlunuz. Rəhmət. Mən çoxum təklifimə. Menimki aldı bilen təşəbbüs qıldığınım, şu muhabbet şundaq davamlaşqan degen şu roman ne? Bizning ko'rurmanlarning mushu bizningki zalda o'tdag'an va korxonchilarimizning rostli shamsiya degandek birdan setib olishini chin dilimda umid qilaman. Rahmat, Allohga rahmat. Mushu birdan setib olganimiz mush xonimda eng oldi bilan qo'llig'inimiz shu. To'g'ri. Rahmat. Endi haqiqiy orzu qilayli Bayavandagi Sadolar degan ssenariy yozilib bitdimi? Bitdi. Bitgan bo'lsa bizning munosabatlik o'rinlarga topshiramiz oldi bilan. Topshirgandan keyin masalan mushu Shirin tush programmasining bosh rejissyori Jurat Vohidmi bizningki mushu televiziya sohasida oldin qatordagi rejissyorlarning birisi. Bilaman. Mayli Jurat Vohidga va yoki boshqa rejissyorlarga va yoki menga qaysimizga bersangiz oldi bilan biz ssenariyni ko'rgandan keyin ishlash layoqatiga to'shqan bo'lsa biz çokum işleyemiz. Aldı bilen bunun işleştiğinin birden bir asası nime degan vaqtida pul olmuş olmaydı. Şunlaşqa müşü ottağan korxonchilarimizning bugungi ifodasi qarab baqimiz ikkimize. Qarab baqib, agar pul chiqib qolsa biz çokum işleyemiz buni. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Biz ma ssenariylarga, kinolarga kiyim berib ta'minlab xil kunab qoldik. Masalan, Mamatjon Rusayev, Abdukarim abimizning ishlagan pul yolda yuguraydi degan kinoning barliq kiyimlarini biz ta'minlagan. Ma ssenariy bitib agar o'tab hukumat qo'llab ishlanglar deb qolsa, ashingda kiydigan kiyimni, erlarning kiyimini miros kiyimlik ta'minlaydi. Rahmat. Agar mushu ssenariyamda Muxtor Bo'g'ra akamiz degandek navoda haqiqiy suratga ilinib qolsa, men maktab nomi bilan shunaqla shirkat nomi bilan 20 ming yuan mushu ssenariyaga yana qilaman. Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menim Saada. Men sizniki ma'vu yuqorida o'qib ketgan nasringizni nayta ta'sirlandim. Rahmat. Men bu ancha-muncha bizdan bir havaskor ancha-muncha yezib qo'yman, lekin garchi e'lon qilmagan bo'lsam sandiqimni saqlayapman o'zim. Sizning ma'vu ssenariyni yozgan ma'vu nimangizni, materialingizni agar shu yuqori o'rinlar bir tekshirib shu haqiqatan ssenarist ishlashga nima qilsa biz Al-Xumar shirkati biz sizni har jihatdan qo'llaymiz. Agar shu ketish artistlar ketadigan shu vaqtlarda nurg'un holatlar bo'ladi. Shu vaqtda ishlagan chasib pul, yuvish pulini bizning hammamizni Al-Xumar shirkati biz sizlarni istamaymiz. Rahmat. Va alaykum assalom. Sizdeki apaqi dasturlaringizni bog'ladik, siralaringizni parandırib bog'ladik. Ben bu o'zim shunda bir havaskor. Bu da aslında ben yazıp bakan öz vaktice.
Eğer ben sizdeki hem de materyalleriniz hem de bir tasdik tutup kalsa biz Öztürk şirketi size yakın yardımcı oluruz. Onu belki başkaları dedi kim çekti dedi. Biz iqtisodiyotga yordam berishimiz shu kitob xodimlarniki grim buyumlari mana bizning Öztürk shirkatidan to'liq chiqadi. Iqtisodiyotdan biz yordam berishga har vaqt. Assalomu alaykum, Maranisa Qurbonada, yaxshimisiz? Men ayt xursand bo'ldim, chunki menmi Baying'ulning bog'ida shu siz o'zbeklarga o'rinning tavalligiga o'zbeklargan mushu munosabat bilan yuqorida bizning qarindosh korxonchilarimizningki bag'ri xuddi taklimakanga o'xshashlik kangri bo'lg'achqa hammamiz o'z o'rinda o'zining yordamlarini sanayotdi. Men sizning o'rningizda turib intayin xushal bo'ldim. Men sizga apron o'qidim. Mushu munosabat bilan bizningki qaydo shirkatimiz mush sahniga Hoji Muxtar Bag'ra akimizning aytgan so'zi munosabati bilan o'ltag'an barliq qarindoshlarimga 150 bo'lsa 150 kitobingizni mush 4 kun ichida yetkazib bersangiz qanday bu men ustimga olsam. Onundan keyin sizning mush program mush sizningki mush ishlamoqchi bo'lgan ssenariyngizningki tasdiqlanib rost vujudga chiqib qolsa, ssenariyingizga 10 ming yuan yordam qilaman. Rahmat. Va alaykum assalom. Ada sizning bu ro'yingizdan intayin ta'sirlandim. Garchi men kichik korxonchi bo'lsam-mu, sizning shu ssenariy boshlanganchadagi barliq ishlaringizga o'zimning kuchimning yetishicha iqtisodiyotdan yordam qilishga tirishaman. Rahmat. Va alaykum assalom. Sizningki yozgan nasringizni anglab shunday xush olduk. O'tag'an me'morlarga shunday xush oldi. Anda avay deb o'tgandek amalga ishib qolsa, Şinjan İxlas Ülker şirketi yaqindan 50 ming yuan yordam. Voy rahmat. Ana shunday bo'lsa, sizga utuqlarni tilaymiz. Ish markazimizga marhamat. Rahmat qiling korxonchilar. Rahmat 150 numur. Undaqda sizning eng oxirida erishgan numeringiz 280 muborak bo'lsin. Ijodiyatlaringizga barakat tilaymiz. Rahmat. 10 necha yillik adabiy ijodiyat hayotida ko'plagan asarlarni yezib xalqimizga taqdim qilgan. Adabiyotning har qaysi janrlaridagi izlanish va uyg'unishlarini to'xtatib qo'ymagan Maramnisa xonim o'z yozgan romanni Sherin Tush programmasi uchun kuch qo'shayotgan har soha vakillariga sovg'at qilib, hammalarni xushal qildi. Uning arzu sifatida o'tirib qo'yilgan ssenariy ijodiyatini ekranlashtirish umidimi korxonchilarimizning qizg'in qo'llashiga erishdi. Program guruhimiz bu arzuning pat-artir reallikqa aylanishiga, shundaqla Maramnisa xonimdagi izlanish ro'yining yoshlarga ilhom va ulgu bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Mehr muhabbat shundoq davomlashmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli korxonchilar. Assalomu alaykum, ko'rmandoshlar. Men ismim Abdug'ani Zonon, yurtim Qashqar. Bu yil 39 yosh. Men bu yerga bir ozroq mahorat elib kelish maqsadim bor. Bu qanday mahorat degan vaqtda bizning bir alohida mahorat ustasi Qurbonjandek bir tosh chiqishdan iborat bir mahoratni ko'rsatay. Programımızda mukofotli qisqa uchun faoliyati boshlandi. Telefoningizni qo'lingizga iling va arzu armon ahamiyatiga deb qaragan Mayirning raqami oldiga o'rnini qo'shib 106-26-619 millionlar. O'ylab bakmagan katta mukofotlar sizni kutmoqda. İxlos kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati İxlos Sherin Tush programmasi orqali sherin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizni Şinjan Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati alohida talab qilgan. Deydigan bir arzu bor. Lekin afsus, mush O'rimchidek mushunda bir cho'ng shaharda mahorat ko'rsatishga muvofiq loyiq tosh topolmadim. Lekin bugungidek bu Sherin Tush programmasidek shu programmani topdim. Men kichigimdan bir narsalarni yasashga, chuvib ko'rishga
nait erismen. Şunun türkisinde ben şu toluksuzdan başlap bir narsalarni yasab, ona bir ko'rishgan ait amroq. Bunun dalili sifatida şu toluksuz maktab chog'larimda bir yasagan o'zimning ozroq bir emgak mezi bor. Buni bu yerga olib kelish mumkin bo'lmadi ma'lum sabablar tufaylidan. Bunun endi bir qog'oz yuzda sizlarga bir ozroq tanishtirib o'tsam, mana bu meningki to'liqsiz maktab vaqtlarimda yasagan o'zimning kichik bir emgak mezi. Bu nima desanglar bir par kiyimisi. Bu şu vaqtda bizning to'liqsiz maktabdagi vaqtda ders kitabımızda şu par kiyimiz to'g'riliq bir ders material bordi. Buningki yasalgan vaqti, bunun surti degandeklar şu vaqtda ders kitabımızda bordi. Şunun türkisida men ham şu par kiyimisini men o'zim bir yasab boqay degan xiyol bilan buni yasadim. Ammo bu tegidiki, bu to'chasa bu o'zimning o'z vaqtida ishlatgan bir qalam qutisi. Bu ikki tal sham. Bu şu mikrofonning tutqichi cho'ngliqdagi biz chaqmoqqa gaz qashlashninki kichik bir paket metal. Buning ichiga ma'lum miqdorda suv qo'shilindi. Suv qo'shilib, masham quyib, shu quti ichidagi suv ma'lum vaqt o'tgandan keyin qizib qaynab, mana bu yerdan par yoki o ma'lum besim bilan chiqadi bu. Chiqqandan keyin bu men yasagan bu par kemisi şu parninki ishtir kuchida oldiga ilgirlaydi. Buning ish prinsipi shu. Mana bu meningki o'z vaqtida to'liqsiz maktabda yasagan kichikgina emgak mevim. Har qanday bir odamningki kichik vaqtida, yoshlar vaqtida bir o'ziga tushliq orzu, armon, xiyollari bo'ladi. Menimi bir osmonda, ko'kda bir uchish havasi qo'zg'algan. Yaqinki bir 3-4 yil mobaynida buni yasab bu shakli oddiyatda asosi buni bu yerga olib kelish yoki surtini ko'rsatish mumkin bo'lmadi. Buni hamda ozroq surtini o'zimniki kalas bo'yi sizib tushuntirib o'tsam, bu 3-4 yil avval buni yasab bir sinov qilib uchqanmi bo'ldik. Uchish hamda tunjiqdan bo'lg'achqimi bu muvaffaqiyatli bo'lmadi. Sizning bugun bizning Şerinch programmamizga kelishdagi orzuyingiz nima? Arzuyim hem de men yasagan bir mahsulot. Bu nimaga ishiltirilsa, shu bog'vanchilikka, biz Janubiy Shinjongda yong'oq, o'rik, chilon, badam, üzümü degandek shu mevlar ko'plab o'stirildi. Janubiy Shinjongga kelganlar biladi. Buni yig'ish uchun an'anaviy usulda buni shoxdan yerga ig'itib, yerdan buni bir taldan tirib yoki o'rikka olandi, desab o'rik. Aniza chilon, badam, yong'oq deganlarni buni bu yerga yig'ib olamiz. Bu an'anaviy usul. Maqsad qisqartib aytsam, shu mahsulotni, bu mahsulot endi dehqonlarga, noyatimiz bog'van dehqonlarga nisbatan birinchi ushurmini o'stirdi. Ikkinchini vaqt tejaydi. Eng bu alaylikki endi shu dehqonlarning bo'lib optop o'rik pishig'ida yoki mey pishig'ida optopda bir jafo tatsa bir vaqtni qisqartdi. Bundan boshqa arzu, sherin tushlarim yo'q. Bu bir mashinami? Bunun materyali su etmez nilonrak. Tenlerki naiti töven. 300 koy etrafında tutup çıkıdı. Adetki bir dihal ailesi bunu qabul qilib setib olaydı. Mana bu surati, mana bu tekshirlikdagi surati, mana bu tegidiki shu mana bu mevlik taraf. İşte bununla biz hamda bu jumloq shaklda chambarsimon. Buni mevaninki asli g'oliga keygizib qo'yamiz. Keygizib mevani bunga bevos ig'sak, yer tushib mehnat bo'lib yoki boshqa mevalar olishib ketishdan oldin oladi. Asosan ishimiz korxonachilar bilan bir hamkorlik asosida dehqonlarning bir jafosi yengillashadi degan maqsad. Rahmat, ajringizga apirin. Qo'sh undaqda bizning ustozlarimiz, korxonachilarimiz nima deydigan anglab boqamiz. Assalomu alaykum qarindoshlar. Assalomu alaykum Abdug'ani. İsminiz Abdug'ani ha? Va alaykum assalom shundoq. Siz dastlabda parkimiz to'g'risida to'liqsizlikka arzuyingiz to'g'risida gap qildingiz. Shunaqo, keyin uchish arzuyingiz bor ekan. Shundoq. Keyin biz tushunsak bu yerda birdan bir arzusingiz shu meva yig'ish mashinasini korxonachilar bilan birga siz mush patent huquqingizni jamiyatga yuzlandirmoqchi. Shundaqmi? Shundoq.
Bu intayın əxmiyyətli kəşfiyyat ekan. Sizningki muşu karxançılar bilan muşu səhnidən düşkəndən keyin bəzi işlarni, konkret işlarni məsləhətləşmisiniz. Hazır taz bizga tushuntirishingiz to'liq bo'lmay qolib qoldi. Shunga bizningki korxonchilarimiz mendan sal aqlliqcho. Shunga bu aqlliq korxonchilarimiz tushundimi qandaki men toz tushunolmay qolib qoldim. Ham ifodalashingiz to'liq bo'lmay qolib qoldi. Shunglashqa mushu səhnidən tushgandan keyin korxonchilar bilan yaxshiroq hamkorlashib, yaxshi fikir almashtirib qilsanglar. Uningdan keyin mening xushim chiqib qo'ydigan bir taklifiy fikrim, har bir odamning o'zining bir chamberga bo'ladi-ku, to'p chamberga, natija chamberga. Biz mush chamberimizni o'zimizni ifodalash uchun mush chamberimizni kengaytirib ma'alsak, jamiyatda masalan qassob o'zining chamberligini, siz o'zingizning chamberligingizni, ixlosninki xodimlari o'zining chamberligini, men o'zimning kasbiy chamberligimni kengaytirib manga vaqtida chamberak kengayib, cho'ng bir jamiyat chamberiga aylandi. Sizningmi mushu kashfiyotingiz orqali mushu ijodiyat kashfiy chamberigingizni kengaytishingizni chin dilimdan umid qilaman. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kashfiyotchilarda ma'lum bir ruh bo'ladi-ku. Ma sizning ruhni men tushundim, lekin meyadagi sizning tushundigingiz daraxtning ostiga bekitib qo'ydigan, o'zini ichilib daraxtdan tushgan mevalar ash daraxtning ustiga tushsa, maynatlab ketmaslikning oldini oladigan bir parcha daraxt. Shundaqmi? Oddiy shunday tushunsak bo'ldi. To'g'ri. Tushundiramiz. Chunki to'g'ri. Kashfiyotchilar ma'lum narsalarni tushundigancha nihoyat murakkab holat tushundirib qo'yganlik sababidan kishilar qabul qilolmaydi, siz mablag' sanmaydi. Biron bir podshoh olibdi ekan, yenida natijik tadqiqotchi bor ekan, bir stapda men o'g'izda turib, yoki jingnidan jip o'tkazish texnikasini yetaklab keldim desa, shunlar podshoh maguniga chiqib etib yitinglar debdi ekan. Nimishqa desangiz, tadqiqotchi qulaylik yaratadi. İlacı va dehqonlarning yukini yengiltishni o'ylaydi. Unda qolgandan keyin sizning tadqiqotingiz bir tub daraxt 350 ko'ydan pul ketsa, daraxtdan tushadigan meva qancha pul qimmat yaratadi, ma'no o'ylaymiz. Shu sababdan biz tadqiq qilgan narsalarni mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, ommaboplikqa, qimmatning yaratilishanligi va ularning qabul qilishanligini nihoyat o'ylash turib qilmasak, biz boshqalar uchun xizmat qilib bermay, balki ularga azob uqubat ig'ir kunlarni kelib qo'yishimiz mumkin. Shunga mushahada demoqchi o'g'lim barliq tadqiqotchilar biz tadqiq qilaylik, izlaylik, bu nihoyat yaxshi ish. Shu jarayonda uningki har qaysi oldi, keyini, o'ng so'lyalarni yaxshi o'ylashimiz. O'ylashib, buning chiqimini qaysi usulda to'latamiz, bunday xallar qaysi usulda ishlatadi, bularning chiqimining oldigan manfaatni oshirish uchun qanday ishlarni qilib beraylik, mushni yaxshi o'ylashimsak, bizning qilgan ishimiz ularga azob kelib qo'ysa bo'lmaydi. Buni ma bir tip daraxtdan yana bir tip daraxtga yo'tkab ishlasak bo'ladi buni. Buni siz uydagi yolg'iz 2 tip 3 tip daraxtga odamga sotaman desangiz, buni setib pul topib qololmaydi. Biz buni ko'lamlashtiramiz. Masalan, bir odamninki beg'iva 10 moyada 1000 tip daraxti bor, 1000 oladi. Meva pishgan chog'da o'xshash tipdagi mevalar tang pishidi. U kunlik kunda tushidi. 2 yildan suv o'tmas bo'lsa, suv o'tmagandan keyin yomg'ir yig'ib qoladi. Sizlarni bekitib qo'ysangiz, yomg'ir yog'sa meva biyostigida meva sesiydi. Ma enchik nuqtani nihoyat yaxshi o'ylashmasak chatoq chiqadi. Shuni tadqiqotda men ham deb o'tdim. Har bir xalqini o'ylashib turib qilgan tadqiqot g'alaba qozondirdi. Germanlar nima uchun dunyoda tadqiqotlar butkul dunyoda oldin qator turdi. Yaponlar nima uchun har bir narsani o'ylashgan chog'da yapon millati emas, balki har bir insoniyat uchun xizmat qildirdi. Mushu nuqtalarni hammani o'ylashgan. Anda buni ishlatishchanligida qaysi usulda ishlatgan chog'da buni hamma odam qabul qildi, ham eng tez suratda bir qarab fuqarolarga holat ishlatdi deb osonlashtirdi. Tadqiqotchilar mana shunda osonlashtira olsak, xalq olam dehqon tizqidi. Abayning so'zildingiz, lekin tuandikilar tushunmadi. Eng oddiylashtirib ostiga bekitib qo'ygan tumijasi va raqamda jumlaq ichiladigan daraxt o'xshaydigan rahmo deb tushuntirib qo'ydik. Mana shunda oddiy holat tushundingizsiz, xalq qabul qilolmasa, qilgan ishingiz nol bo'lib qoladi. Sizning ajringiz, vaqtingiz bekor o'tib ketsa, siz tadqiq qilib chiqadigan yana bir narsaga vaqtingiz yetmay qoladi. Hayot cheklik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abdulani yaxshi kashfiyotingiz yaxshi o'tdi. Qiziqib ekansiz. Dehqonlig'imga yaxshi kashfiyotni o'ylashib o'tibsiz. Ammo ma'vu degan kashfiyotingiz shunday yaxshi ekan,
Bu özü pişip düşken narsa düşemdi ya Qıqıb düşürəmdi. qıqıb düşüremdi demek. Addisi endi yanaq neydi? Yanaq hem çıkan vaqtda bu çokum düşmeydi. Mening bilishimcha. Buni yig'itimiz şaqtın. Şaqtın bevas yer yig'itib, yana bunu yig'ib olamiz, yani dövlep yig'ib olamiz. Ha buni endi şaqtnika mevlik yanaqning g'oliga o'rin top şaqtın qaqsaq bevasda bu meva yer düşmesden Meşhur bence yasagan meşhur adres daskan deb turay. Şunun üstü güçüdür. Şundan bu keşfiyatınız mı yaxşıken bolsa Şinjan İxlas şirketi kəsiniz biz bir konkret sözleşildi. Biz qo'llaymiz. Rahmat. Sizning qo'lingizda patent huquqi bo'ldi degan gap sizga tadqiqot qilish uchun nurg'un mablag'ni davlatning tur mablag'idan ag'il bo'ldi. Balkim buni siz sinab boqdingiz yo'q, uni men bilmayman, ammo agar mushu jihatlarda tur mablag'larga erishmoqchi bo'lsangiz, bizning karvon to'g'ri kelsangiz, biz u jihatda sizga yordam qila olamiz. Ya'ni qolajatdan degan vaqtda tur mablag' ilish uchun nurg'un material yozasiz, o'zingizdan to'liq tushuntirasiz degandek, buning necha xilligi qo'lga kelgan ma'mur o'rinlar bor. Sizlarni izlash orqali buningga hali obdan tur mablag'ni ag'ildi. Endi bu tur mablag' nima ish qilamiz degan vaqtda faoliyatingizga tadqiqotingizdan kam bo'lgan yerlarni davomlashtirib tadqiq qila olasiz. Hamda mushu mahsulotingizniki dirini to'vantlaysiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yuqorida bizningki korxonchilarimiz, ustozlarimiz o'zining fikrlarini deb o'tdi. Qisqil deb aytsam, sizningki kashfiyat qilgan qizg'inligingiz intayin yaxshi ekan. Nayt kirishib o'tibsiz. Men sizga o'xshash bizningki xalqimiz orasidagi kashfiyat ro'yiba bizningki qarindoshlarimizga deydiganim, kashfiyat qilgan vaqtning o'zida buningki keyingi unumi, ishlatilishi kishilarga beradigan buningki foydasi o'sha jihatdan o'ylashgan asosda ammoviyligi yuqori bo'lgan kashfiyatlarni yaratishga tirishsak. Masalan, siz bayam degandek par mashinasi deymiz, uchishga aeroplan deymiz. Bular oldi 300 yil, keyingi 100 yil bo'ldi kashf bo'lgan. Biz shularni oshirib shuni qila olsak, endan keyin shu bo'yicha maqsad bo'ldi. Bunda deganlik bularni qilmanglar deganlik emas. Bo'ladi. Biz buni simbol xarakterlik qilib aeroplan yasabdi deb bundan faxrlanamiz. Lekin bu bek yuqori ehtiyojing bo'lishini tayin. O'zina tayin. Anga desa bayam deb aytdik, balkim bir tugma yoki bir sirtma insonlarningki keyingi madaniyatni o'zgartganga o'xshash bizda nurg'unlagan shunday o'ylasak, nurg'un kashfiyatlar chiqishi mumkin. Ya'ni xalq turmushi bizga har xil unumlarni olib kelgan. Kashfiyat qilish jihatda qilolmaslikdan qo'rqmaymiz, o'ylanmaslikdan qo'rqamiz deb shunday deymiz. O'ylash intayin muhim. O'ylagan vaqtda aynan keyin buni asosda ilib bag'lab oldi. Rahmat. Rahmat. Undaqda Shirin Tush markaziga marhamat. Xo'sh, ko'pchilik bizning bu kashfiyotchimizga bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1. Karxanchilarimiz 110 numar, jami erishgan numaringiz 224 numar. To'limi afsus, ahamiyatli orzuyingizni tanlash o'tkiligiga qadam qo'ya olmaydigan bo'ldingiz. Lekin sizning ahamiyatli orzuyingizdan hammamiz shunchalik suyundik. Dehqonlarimiz uchun qan ajringizdan shunchalik suyundik. Sizga yanala hammaylar barakallah deydi, hammaylar aprin aytadi. Davomli yaxshi natijalarga erishishingizga tilakdoshmiz. Rahmat. Ajringizning mevalar berishiga tilakdoshmiz. O'xshayman sahardagi cho'lponga nur chekringni mehribon ona. O'xshayman o'rkashligan daryoga men
ketmeydi göz alimdin mening gülüp turgan çirayıgana her demede verirsen bana ketmeydi göz alimdin mening gülüp turgan çirayıgana her demede verirsen bana. Aleykümselam. Karşılanımız, hoş geldiniz. Assalamu alaykum. Nahmedindeki barlıq karxançı ustazlar, ekran aldıki barlıq tomoshabinlar, qarindoshlar, hammalarga men Abduqodir Sodirdan sizlarga o'tliq salom. Abduqodir, chiroyli naqshni aytib berdingiz. Undaqda sizning orzuyingizni bir anglab boqaylik. Mening orzuyim hamda o'zim bir o'ylab, yaxshi bir o'ylab davolash doktor bo'lib, mushu qimirjiq mushu bemorlarniki mushu og'riq azobini yaxshilab, ularga sog'lomlik bir ato qilish, yana bir nima shu o'zim shu 2010 yilda mushu o'ylab davolash bir markaz ochganman. Shuningga bir hamda mushu maktabda o'qigan mushu ko'z ojiz a'mo bolalar bo'lib qolsa, Aşlaq tərbiyələb, özümüz şu ulab dağış kesbini ügütüb, qışında olib qılıb, aşlaq bir xizmət orlaşdırış bir arzuyum var. Qarmaqqa Abduqodir yordamga muhtojdak turdi. Lekin uning ruhi, uning jasorati bizni qoyil qilmay turolmaydi. U yordamga muhtoj kishi sifatida emas, boshqalarga yordam beruvchi sifatida Şirin Çüş sahnasiga qadam tashrif qildi. Alqishlarimiz bilan sizni yana bir qaytim qizg'in qarshi olamiz. Rahmat. Siz chunki qarindoshlarimizning mushu kasbga mos keladigan siz ham mushu qarindoshlarimizning ikki kishilar qaraganda jiqroq xizmat qilishda qiyinligini bilasiz. Shunlashqa shularga bir chiqish yo'li tepib beray degan maqsadda kelibsizda, shundaqmi? To'g'ri. Endi men shu o'zim kasbda 8 yil amalan maktabda o'qigan. O'qigan joyimda nurg'un qiyinchiliklarni o'tkazib, shuna test o'qib maktab bitgan. Endi shu maktab bitgandan keyin keyinchi shu o'z oldiga bir eglik tiklsam, shunda bir o'rinni bir ochsam, Tıxımcıq o'qiyolmagan ama bolalarni men o'zim bir tarbiyalab, ashlan qishin olib qilib, ashlarga xizmatga o'rlashtirib bir chiqish yo'l topmoqchi. Nurg'un shu ko'z ojiz bolalarniki xizmatga chiqish, jamiyatda bir o'zgarishlik bir o'rin tepish intayin tez biz uchun. Men shu 2010 yildan boshlab shu vaqtcha hamda 30 dak shu ko'z ojiz bolalarni tarbiyalab, o'gitib xizmatga o'rlashtirdim. Hozir ishlayotgan endi 8 dak bola var. Bu yerga chiqishimning eng chong maqsadim shu o'zimning o'ylig'im shu tıxımcıq bolalar shuna bir kasbning borlig'ini bilamiz, ko'z ojiz bolalar shu kasbning borlig'ini jamiyatda bilmaydi. Ham uqmaydi, shu Shirin Çüş qatnashchilarimiz televizor orqali o'zlari ko'rsa, biz ojiz bo'lsak, shuna bir kasb bor-ku bizga jamiyatga. Shuni o'rgansak bo'ldi-ku deb o'ylasa, ashlar bir tirishsa cho'qim o'ziga tushliq bir chiqish yo'l topa oladi. Shunday qilib hamda shu daram o'sha chiqish yo'l topolmagan, kesbni o'rganadigan o'sha xayol bo'lsa, men bilan aloqa qilsa, men ashlarga kesbni o'rgatib, o'zimni qishin olib qilib, o'rgatib tarbiyalab ish qo'llashtirman. Siz ochgan o'g'lash o'rniningki adresini deb beramisiz, qayerda? Adresi ittifoq yo'lidagi, ittifoqlik 10-boshli maktabning qishida. Abduqodir o'ylab davolash deb o'sha vizit bor.
Bizning idoraningki yenidagi televiziya stansiyasining yenidagi 10 boshlang'ichning yenidagi ulab davolash o'rni siznikimi? Ha, meniki. Ha, bo'ldi. Ko'pchilik sizningki ulab davolash markazingizningki o'rnini bilib oldi. Agar izlaydigan bo'lsa, program guruhimiz orqali yoki ash o'rin bevosita berib sizni izdisi bo'ldi, shundaqmi? Bo'ldi, qarshalmay bo'lsa. Undaqda Abduqodir hozir demak siz mushaga chiqib mush gaplaringizni demak ishdingiz arzuyingiz. Deb bo'ldingiz, arzuyingiz reallikqa aylandi, shundaqmi? To'g'ri. Aziz mehmonlarimiz bilan korxonchilarimizning gap so'zlarini angladingiz bormi? Bor. Undaqda anglab baqaylik. Bu yigitimiz naqsini o'qishtiman ana ko'zingni sahardagi cho'lponga, o'qishtiman mehringni eqib turgan daryoga deb boshladi. Mushu sahar vaqti cho'lpon parlab turgan vaqt amaliyotda eng qorong'i vaqt. Shunday yigit-a? To'g'ri. Mushu desabdagi eqin laylatqilar jamlangan eriqqa laylatqilar jamlangan vaqt bo'ldi. Biz bosh eqindagi laylatqini elib-etsak, ham shu saharni kutib tursak, bizga kengri umid quchog'ini ochadi. Bu yigit o'zi uchunla kelmabdi bu sahnaga. O'ziga o'xshash ama qarindoshlarimizni atrofiga chiqmoqchi ekan. Bu yigitning orzusi meningcha intayin buyuk orzu. To'g'ri. Faqat o'zi uchunla kelmabdi. Kim bilan birga keldingiz? Mening yaqin bir do'stim bilan birga keldim. Zumrat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, qarshi olamiz. Mening do'stim bo'lsa shunda tirishchan. Buning shunchalik kun turmushga erishiga men shunda xo'shal. Qanday ish bo'lsa men har doim birinchi bo'lib oldiga chiqaman. Bugungi kunlikda mush orzu armonlar bilan işte meyit do'stlarimizni xizmat chiqish yo'li deb chiqqandim. Men shunda qo'lladim. Shuningda men buning ishi tixmak yaxshi bo'lib ketishini umid qilaman. Rahmat. Abduqodir bilan siz kichikliklaringizdan birga o'ynab cho'ng bo'lib ketgansizlar, shundaq-ku. Undaqda hozir endi Abduqodir iqtisodiy jihatdan va boshqa jihatlardan oilasiga besim tushamayotdi desak bo'lamdi? Ha. Besim tushamasdan uydagilarni yo'laydi hozir. Shundaqmi? Afirin. Sizga rahmat do'stlarga ko'rsatganimizdan davomli turda Abduqodirni qo'llab turishingizni, do'stlik mehringizni yetkazib turishingizni umid qilaman. Do'stlardan bekmi suyundik. Rahmat sizga. Bo'ldi. Uningdan boshqa bugun naq maydonga Miyipla kasbiy texnikumdan kelgan o'quvchilarmi va o'xshaydi. Qani qayerda o'tadi ekan? Qo'linglarni bir ko'taraytinglarchi. Qarshi olamiz sizlarni. Qarshi olamiz, umoqlar. Öz taqdiringlarni o'zgartirish uchun tirishchanlik ko'rsatayotgan shu ruhinglarga, jasoratinglarga apirin. Shuni unutib qolmanglarki, butkul jamiyat sizlarga har vaqt hamdam bo'lishni xohlaydi. Hammamiz sizlarni shunchalik yaxshi ko'ramiz. Har vaqt qo'limizdan kelishicha sizlarning qo'linglarni chin tutib minishga tirishchanlik ko'rsatamiz. Sizlarni suyamiz, jasorat tilaymiz. Sizlarga rahmat. Sizga tashakkur aytgim keldi. Jismoniy meyiblikdan ruhiy meyiblik ig'ir keladi insonga deb. Men sizniki ruhiy sog'lomlik, ba'zi 5 a'zoyi sog' qo'ygan ruhiy meyiblardan jiq ilg'archi. Shu sababdan sizga nihoyat zo'r tashakkur. O'rnimdan turib sizga bir salom bergim keldi. Rahmat, ko'pdan ko'p rahmat. Buning tomosha qilganlarning o'rnidan turib madaddagiz kelyotdi deyman-a, shundaqmi? Bir turaytinglar. Rahmat, hammangizga rahmat. Abduqodir, men sizga ko'z oldimizga nihoyat suyimli bir manzarani tasvirlab beray. Hozir bizning aziz mehmonlarimiz, korxonchilarimiz va naq maydondagi barliq tomoshabin do'stlar o'rnidan turib sizga olqish yang'itadi, madad beryapti. Texmi g'ayrat qiling. Rahmat qarindoshlar, rahmat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ikkimiz ismdoshganmiz. Bir kasbdosh. Kasbdosh degandek. Demak, sizningki jasoratingizga, tirishchanligingizga, o'zingiz meyib do'stingizmi yana davomli tirishib, boshqalarga yordam qilish ro'yingizga apirin aytaman. Hamda bizning
mening demoqchi bo'lganim, sizning o'rningiz, adresingiz biz bilan doktorxonaning araligi yaqin ekan. Demak, mushu davolash jihatdagi ba'zi kasbiy jihatdagi masalada davomli sizga qarata agar sizda shunga ehtiyoj bo'lgan ahvol bo'lib qolsa, biz bu jihatdan sizni qo'llaymiz. Ba'zi kasbiy jihatdagi ishlarda sizga yetakchilik qilamiz ham o'zaro birlikda o'rganamiz. Shundaqli bayatın bizningki korxonachilarimiz degan o'xshash davomli aloqani saqlab, siz bilan bo'lgan do'stligimizni texnik cho'nqurlashtiramiz. Alaykum assalom. Men Karvantordan. Ana bunday narsaga ko'p qoldim. Biz Karvantordan muxbir avatib, sizlarning butun shu faoliyatinglarni, sizlarning shu markazinglarni bir tashviqot qilaylik. Rahmat. Rahmat. Qarshi olma. Suyundim, shunday yaxshilarni qilyapsiz. Endi biz shu ko'chalarda ko'rsak, nurg'un meyiplar o'tirib, shu tilamchilik qilayotganini ko'rgan joyda ichimiz bak serilib ketadi-ku. Shunday ahvollar bak jiq yuz berdi, hammamizni shunday deb o'ylayman. Shaxsan meningki shunday. Amaliyotda bu shularga bir ulgu bo'ldi-da. Sizningki meyiplarni ish qila oladi degandek bir ulguni yaratdingiz. Bunga ayt abirin. Ya'ni shundaqlar mening deydiganim İşinib qolgan vaqtda sizni deydiganlar balkim jiq bo'lishi mumkin. Bizning shirkatlarga bizning xizmatimizni qila oladigan ashxildagi bir boshqa masalan putlari bo'lsa, qo'lida ish qila oladigan, kallasida ish qila oladigan shundaqlarni tanishib olsangiz men har vaqt qarshi olaman. Uningdan sirt mening yana bir qildiganim sizning shu o'rningizda ishlayotgan meyip bolalar neçe meyli 10 olamdı, 15 olamdı. Her qandığa men tabassum mas'ulatidan bir taldan shularni ilhomlantirish uchun bir taldan sovuq qilmoqchi. Siz ro'yingizdan bek ta'sirlandik. Hammalar ta'sirlangachki madad ilhomlarni beryotdi. Bundan keyin texmi yaxshi, hammamiz suyungidek ishlarni qila oladiganligingizga nisbatan hammamizning qalbimizda bir ishonch tug'ildi. Sizga utuq tilayman qayrinishim. Oxirda shu meni o'qish jihatda masalanki ko'zimni davolash jihatdan men bek jafoda tatgan opamga, o'rtoqimga ajab bir chin ko'nglimdan rahmat aytibsam, mumkin barliq mening shu ulab davolash o'rnimni qurg'uchi, mening jiq ishlarimni oldi keldim, shu ma'nodan ishlarni bejirgan ishimni qo'llab qilgan do'stlarimga, barliq ishga meni qo'llagan har qanday do'stlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3 2 1 Hoşçakalın korxonchilar. To'liq numur 150 numur shunday bo'lganda jami erishgan numeringiz 281 qayrinishim muborak bo'lsin. Tunji fasllik ahamiyatli orzu-iksini tanlash bosqichiga kirdingiz. Muborak bo'lsin. Sizga teximiz zo'r g'ayrat, jasorat tilayman. Giyohdek yaşaş her kişiye nisip oldu. Lekin quyoşdek yaşaş undaq emas. Yo'ruq dunyoni ko'rishdan mahrum qolgan bo'lsa-mu, jur'at, jasorati, g'ayrat, shijoati bilan atrofiga nur tortayotgan, samimiy yuragini taqdirdoshligi quyoshdak ustiyotgan bu yigit ko'pchilikning hurmatiga muyassar bo'ldi. Qismatlar ayimsiz bo'lsa-mu, lekin u irodali kishilarga bosh egadi. Sinoq va imtihonlar to'lgan hayot yo'llarida Abduqodirjonning irodasi hammamizga yor bo'lg'ay. Assalomu alaykum, hurmatli korxonchi ustozlar, naq maydon oldidagi tomoshabin do'stlar, ekran oldidagi ko'rurmanlar, yaxshimisizlar? Men Maralbey Shinoyi Cho'nqurchoq Qiza boshlang'ich maktab o'qituvchisi Xanzikra Sauddan sizlarga o'tliq salom, oliy ehtirom. Assalomu alaykum, Xanzikra muallim. Va alaykum assalom. Xushkepsiz qarshi olamiz. Rasm ma'lum o'qishmamsiz? Men rasm o'qituvchisi. Shundaqmi? Demak, shu sizning asarlaringiz deb o'yladim o'zimcha. To'g'rimi? O'zim siz kelgan qapoqlar, men shu naqshli qapoqlarimni şey eklish orqali azroq iqtisodiy qimmat yaratib, maktabimdagi nomrod o'quvchilar va oilasi qiyinchilik va o'quvchilar va shularga yordam qilish orzuyim bor. Shunga keng korxonchi ustozlarniki
fikir teklif berishini umid qilaman. Suyumlik, jafokash, mehribon, mas'uliyatchan ustoz. Bizning muallimlarimizning hammasi mushundaq bolalar uchun, o'quvchilar uchun ajr so'ndiradigan, shularning g'amini yeydigan bo'lsa, bizning bolalarimizning qiyinchiligi ozdigan bo'ladi. Albatta, bizning mushundaq muallimlarimiz ko'p salmoqni egallaydi. Mush munosabat bilan farzandlar uchun, avlodlar uchun ajr so'ndirayotgan, jon ko'ydirayotgan, yurak qinini oqizayotgan suyumlik ustozlarga oliy ehtirom bildiramiz. Demak, xeyrilar izlashingizning mushu zirjami 8 qapoq. Undan olsa bu asarlaringizni naq maydonda bir taraf qilmoqchimi yoki İxlas Kəsbi Tərəqqiyat Çəklik şirkəti İxlas Şerin Tuş proqramımız arqılıq şerin tuşlarınızı əməlgə aşırışqa həmdən boludu. Proqramımızda Şinjan Səbiylə Kəsbi Tərəqqiyat Çəklik şirkəti alaydı tələb qılğan. Assalamu alaikum. Va alaykum assalam. Oxiri yetişib oldum deyə sizə. Shundami? Toksiklikmi bo'ldi ekan, a? Samoda bu. Samo? Yanıla o'zimizning samosi yaxshi. Samo toksiklikdir. Voy voy. Ma telefon yana to'xtab qopti bu. Texi atiganli pul qochirganga buningga. Nim bu? Resnigil telefon qimmat to'lash kartasi. Ha, mushi girim buyumlarni setib olsa qo'shib beramdika? Ha, sizga deyishni unutib qoptiman, qarang. Resnigil girim buyumlardan 200 yillik setib olsa 100 yillik telefon qimmat to'lash kartasi, 400 yillik setib olsa 200 yillik telefon qimmat to'lash kartasi sovg'a qiladi ekan. Qachilashni nihoyat aplikkan danga? Bir chalmada 2 paxtak soqdim dangla. Resnigil telefon qimmat to'lash kartalari. Kokusi to'limi lazzatli, oziqliqmi? Uni ishgingiz keladi. Har qancha qilib bu kokusini yaramaysiz. Uning qipi baq qattiq, ammo yaxshi bir mahsulot bor. Hech mushaqqatsiz, shuncha esil ne'matdan bahramisiz. Tabiiy kokus mevasidan ishlangan esil ichimlik. Ne'mat haqiqiy kokus sharbati. Assalomu alaykum. Qani marhamat. Nim tomoq yeysiz efendim? Go'sht qo'rmasidan bir dast chiqarayapkan. Mush shumi? Ya Afgan bu tomoq chiqandi ya. Tomoq pishdimi? Ha? Tugab ketdi. Qutalni ishlatgan shama o'xshab. Al yurishlik maylari. Mayıl şirketi netçilik tecrübe arkalık yemden erlek maskılıdıgan her kındırandaki nazıl çaşbeş melhemlerin bazak sal işiltiş kolaylık rengi terik sınmaydı 10 minutla çaşbeş maksınız gitaraysiz elinin sürükünü ötken hakiki işletçilik mehsular Alemnin çirigi nurlu bu yaştan hayatlık gülsen ey aziz bulan Ekran çiçekler meyve bergenle ılıklap gülün ötüne bulan Fantezlik muhaddisten nurayipti Nurdun çatlaydı insanlar Canlanın arami kızlardın nuri Buvukınızga yaxsın tanlang Aziz buvak yurishlik mahsulotlari Hammasi dinar bo'lsin bizga yar Qut yar sizga menga yar bo'lsin elga yar Qut yar yurishlik sudan so'lari Sabiy buvaqlarimiz bir vaqtga bakma intizor. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz sabiylar sutjagri va sabiylar quvvat bo'limiga tayyorlaydi. Qaranglar qatiqlarimizning xushalligiga ishtaha bilan yanglar. Sabiylar sutjagri va sabiylar quvvat bo'limi. Yeni ideya erkeklerge xas layihani varlık keltirdi. Ana onu güzelleştirdi. Şenç ve mesuliyet vayib yetkizdi. Şunun bilen miras o'ttirg'i chiqdi. Erkeklerinin kimligi miras erlak. Mening orzuyim hozir men buni Karxanch ustozlarga so'g'is sifatida elib keldim. Bular ko'rib yarab qolsa, bundan keyin setib chiqarib beramiz deb qolsa, men davomli turda sizib yetkazib berish kapolatlik qilaman. Karxanch ustozlarga so'g'isiniz bu yerda bir ozroq bir obyektiv masala kelib chiqdi. Qanday desiniz bu qapoq 8, karxanchlar 15. Shunlashqa biz buni setitaylik. Mayli. Siz eng
tüven bahasını dang. Keyin agar yarab qalsa, yani karxanchilarimiz setib berish yo'llarini tepib berib qalsa, texnik kirim qilib bo'ladi. Men bu kuchimning barcha yordam qilma. Eng tuvan bahasdan boshlash bahasi. Ammo kichik qapoqlarni 200 qo'ydin, o'tiranchisini 250 qo'y, cho'nglarni 300 qo'ydin. Siz basam bo'ldi. Setpasam. Muxtarkam mushu barovat so'disi shunchalik ustgan hamdi. Men gap qilsam, bizning karxanchilarning yuragi egib ketib bordi-ku hozir. Men buni cho'ngroq o'ngirga tatib qolaman. Ikkimiz birlashib bek cho'nqir o'ngirga tatib o'tamdik ya. Bu bir ustozning o'quvchilarga bo'lgan mehr muhabbati mujassamlangan qapoq. Bu ustozning o'quvchidan kutadigan ajoyib arzu armonlari mujassamlangan qapoq. Bu barliq ustozlarning jafo mushaqqati, mehr muhabbati mujassamlangan qapoq. Bu qapoqning boshlanish bahosini 200 qo'y dedik. O'sadiganlar bo'lsa qani? 1500. Men bu qapoqlarni olmay, lekin 10 ming yuan qimmatidagi farzand tarbiyalash dasturi, mashhur shaxslar, bolalar cho'chiklari, savod chiqarish, tegilish qatorliq kitoblarda 10 ming yuanlik sovg'a qiladi. Rahmat. Hozir bu qapoq 1500 yanga chiqdi. Men endi quruq qo'l, men kamiga emas so'rinda. Bizda Muşunun o'xshash qapoqsiz kelgan bir balovatdi. Oldingidan shirin ish programmamizda. Shuning bilan bizning Intel madaniyat taqshirligimiz to'xtamlashib, Tumshuq shahrida hozir Intel madaniyat taqshirlikda qo'llanuvchilik bazasi deb 17 da qadam ishlayapti. Maxsus mush qapoq tayyorlayapti. 6 oyning 1-chi, 2-chi, 3-chi kuniki mushu Oltin ko'yda xalqaro yarmankasida biz maxsus cho'ng bir yarmanka zalini mushu qo'lsizlardan qapoqlar uchun tayyor qilayotgan. Men qanchalik qapoq bo'lsa, uzun muddatlik to'xtamni tamamen tuzsam bo'ladi, uni qapoq qila olaman. Yaxshi. Demoqchi. Rahmat, men deyman. Bu qapoqni olgan odam chuqum oddiy odam bo'lmaydi. Uning qalbi mehr muhabbatga to'yingan bo'ladi. Bu qapoqni oladigan odam balkim ömrüde ustozni eng hurmatlaydigan odam bo'lishi mumkin. Xo'sh, bizning bu qapoqimiz 1500 yanga chiqdi. Ashadiganlar bormi? 3000 qo'yga berdim. Rahmat, 3000 qo'ydan ashadiganlar bormi? Hozircha qapoqni olmay turay, biroq amalimni azroq bir so'raydigan gapim bor. Sizni hozir davlatgan maktabda qancha bola bor? Shu turmush tarafdan qiynalib maktabimizda 50 bola chiqishi mumkin. Agar buni bo'lsa, Elbi madaniyat taqtish shirkatidan bir shu ma'lum bilan birlashib, shu bir sharoitni aniq bilib kelsa, buning natijasini balkim boshqa mishadek o'tgan shirkatlarning boshqachimi ifodasi yoki bo'lmasa boshqa bir nimasi bo'lib qolar. Hozircha endi siz men qapoqni olmay, birdamligim berman desangiz, uni yo'q demayman. Endi lombo mablag' sarf ko'raydim, 10 ming yuan yordam. Rahmat. Bu qapoqni olgan odam meningcha so'didimi? Mas'uliyatchanlik bilan, mehr muhabbat bilan, odamiylik bilan ish qilyotdi deb qarayman. Chunki niyat yaxshi bo'lsa, qalbida mehr muhabbat bo'lsa, mas'uliyatchanlik tuyg'usi bo'lsa, hamma ishni yaxshi qilib bo'ladi. Undaqda o'zini mas'uliyatchan, mehr muhabbatga to'yingan deb qaraydigan karxanchilardan qaysinglar 3000 qo'ydan ortiq olasiz lekin? Men bu qapoqni 3500 yanga olay. Rahmat. 5000 oldim. Rahmat. 5000 yuan. 5000 yuandan oshadiganlar bormi? Men bu qapoqni sotib olmay, shu maktabga 5000 yuan yig'in qilay. Rahmat. İhsan maychilik chekish shirkatimiz shu Maralashning Cho'nqurchaq kentlik maktabga 5000 yuan naqd pul. Rahmat. Ammo endi qapoqni o'ylashmadim. Yana shu maktabga qiyinchiligi bor o'quvchilarga 5000 yuan. Rahmat. Yordam. Rahmat. Men bu qapoq sotib olmay, ammo men sizga bir kompyuterni birini tayyorlab beray. U kompyuterning ichiga
Hobo degan yerdan do'kon ochib beray. Hamda o'shanga o'xshash nurg'un tur do'konlardan do'kon ochib sizga sesimizni tayyor qilib beray. Siz shuningga mahsulotlaringizning shaklini, mazmunini o'zgartirib internetga chiqarib, buningdan buncha pul topa olsangiz ishonaman. Mana shuni umid qilgan. Rahmat. Men bu qapoqni setib olmay. Hamda bo'lsa, mush o'tgan korxonachilarimiz bizning bu programma oxirlashgandan keyin bir guruh tashkillab, mush guruhida 15 korxonachidan bir necha vakil saylab, mush maktabga bir qadam tashrif qilsak. Balkim bu bo'lgandan keyin biz uningdan cho'ng ishlarni qilib berishimiz mumkin deb qarayman. Shu bu yerda hammamiz hech qanday narsa bayqamadik, ko'rmadik, nima qilamiz demay, shu naq maydonda bolalarga amaliy ish qilib bersak, biz sarf qilgan sarmoya joyi tekkan bo'lsa deb o'ylayman. Shunga agar shu o'ringa boradigan shu qilsa men 5000 qo'yib beraman. Balkim uningdan ko'p berishim mumkin. Rahmat. Assalomu alaykum. Men qapoqlanmay, men mo'mish korxonachilarga fikr qo'shildim. Men 10 ming yuan yordam qilaman. Rahmat. 123 balaninki har birisiga 60 yuanlik so'mkaning birini, uning ichiga yurishlashgan qalam, qopqish deymiz, har xil daftar, qalam, nurg'unlagan narsalar bor bizda. 48 xildek bizda yurishlik o'qitish buyumlari bor. 150 yuan qimmatidagi har bir o'quvchiga 123 yurish tayyorlab, men sizlarga Mas qapoqni shu Husnigul shirkatiga setib berayli. Men setilishni yantaydim. Men shu maktabdagi shu o'quvchilarga 5000 yuan. Rahmat. Men mo'mish qapoqni setib olmay, Aqdengiz xalqaro xo'jalik shirkati nomidan 3000 yuan yangi qilay. Rahmat. O past turgan qapoqlamizmi? Biz buni tanlab setib olishdaymiz. Qani tanlaga. Qancha pul olasiz? 5000 ko'y olay. Ha? 5000 ko'y. Yaxshi, bo'ldi. Rahmat. Rahmat sizlarga. Bugun sizning xayrlik qadimingiz shunchalik mo'l-o'sinliq bo'ldi ya. Shu men xijilib oddiy narsalarni bu cho'ng ekran qanday chiqarmadi. Bu oddiy narsa bo'lgan bilan buningga men boya dedim-ku, mehr-muhabbat yoshiringan, mas'uliyat yoshiringan. Shunlashqa bu bizning nazarimizda oddiy bir qapoq emas. Men qapoqni setib olmay, sizga setish beray. Qashqa Etika maydoniga joylashgan bizning Qashqadagi tilla vazirimiz bor, Ixlos tilla vaziri. Mush tilla vazirga sizning qopingizni qanchalik bo'lsa, shu yerga sizga setish beray. Rahmat. Bundan sirt sizning maktabingizdagi mush o'quvchilarga Qashqa Ixlos tilla vaziri vakolatidan sizga 3 million yordam pul beray. Rahmat sizlarga. Bizda xush odam o'zining topganini chaqirdi, qantin chaqirdi degan gap bor. O dastlabki kim ortiq qilish, u bir vosita. O qanday maqsad emas. To'g'ri. Bu korxonchi bolalarning aqlli bo'lganligi uchun uningdan o'zini tortdi. Setib oldi. Bu qapoq men boy maqtab ketgan mehr-muhabbat yoshiringan, mas'uliyat yoshiringan qapoq. Husnigul shirkati katta marhamat. Berimiz o'z qo'li bilan bersin. Rahmat. Rahmat. Hammalarga rahmat. Men deyman, shunga sherin tush programmasi mehr-muhabbatdan nurlangan bir programma. Meni qo'llab kelayotgan, shu o'quvchilarimga qapoqlarimni qilib, ranglarimni tashib, mishini yoriylik bo'ldi. Ularga rahmat aytman, ota-onamga rahmat aytman. Xo'sh, undaqda tush markaziga marhamat. Şirin tushlar ziyonliqqa aylang'usi. Bilet tashlash boshlandi. 3, 2, 1.
150 numur, cəmi erişkən numurunuz 278. Mübarək olsun. Əhliyetli arzunuzu tanlaş etdiyinizə qadın qıyalardan bulunuz. Mübarək olsun. Oquvchilaringizga bizning salomdan, yaramli o'quvchilarni tarbiyalab yetishtirganligingizga ko'zimiz yetdi. Sizga texnik zo'r muvaffaqiyat tilaymiz. O'qituvchi ilm berguvchi emas, balki mehr muhabbatga ustoz bo'lg'uchidir. O'qituvchi qattiq qo'l tarbiyachilar emas, bolalar uchun borlig'ini beg'ishlovchi va kuyinguchidir. O'qituvchilarda bo'ladigan mushundaq qimmatli ruhni amaliy harakati bilan sahnamizda namoyon qilgan Xonzuhra muallimga opirin o'qiymiz. O'qituvchi ustozlarni hurmatlaydigan ma'rifatlik bir elning farzandi bo'lganligimizdan cheksiz faxrlanamiz. Mushundaq go'zal minutlarga guvochi bo'lgan shirin sahnamizdan iftixorlanamiz. Xonzuhra muallim, o'quvchilaringiz uchun o't bo'lib kuyayotgan yuragingiz bilan mangu xushal o'tkaysiz. Ekran aldagi qadrli ko'rman do'stlar, biz navbatda ixlos shirin programmamizning talayli ko'rimini tanlab chiqmoqchi. Qani cho'ng ekran marhamat. Cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rimimizning telefon nomeri bo'lsa 135 65 shirin tush 41 50. Muborak bo'lsin. Bu talayli ko'rimimizni Xinjiang Mujassam elektron chek shirkati ta'minlagan to'rg'a chiqish, televiziya kanallarını qabul qilish, barmoq diska va har xil chatma saqlag'ishlardagi hujjatlarni o'qish va 10 mingdan ortiq Android applarni qo'llash iqtidori hisoblangan Mujassam markasidagi 680 yillik to'r televiziya qutisidan mukofotlaymiz. Muborak bo'lsin. Yana bir talayli ko'rmani tanlab chiqamiz. Cho'ng ekran aylansin. To'xtasin. Talayli ko'rminimiz 150 99 shirin tush 11 84. Muborak bo'lsin. Bu talayli ko'rminimizni Xinjiang Muallim elektron fan texnik shirkati bozorga solgan Muallim Axlifon Yanfon bilan elektron lug'atni birlashtirish asosida ishlab chiqarilgan Uyg'urcha uchur yo'llash, Uyg'urcha uchurlarni bemalol o'qish iqtidoriga ega butunlay Android Uyg'urcha mashg'ulot sistemasidagi 795 yuanlik Axlifon bilan mukofotlaydi. Muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi ko'rmanlar, tuan o'tag'an tomoshabinlar, tuan o'tag'an barliq korxonchi ustozlar, ili diyar To'qiston naisidan kelgan Shir Muhammad G'ubirdan sizlarga o'tliq salom va oliy ehtirom. Arzuyingiz? Mening arzuyim bo'lsa, faqat birla. Nima deganda bizning shu mahallimizda butun shu jamiyatdagi bolalar bo'lsin, mayli yosh o'smirlar bo'lsin, shu futbolga qiziqishi nihoyat yuqori. Nihoyat yerisman futbolga. Shu mening kasbimmi shu tantarbiya. Shu o'zimning kasbi shu tantarbiya. O'zimning kasbi taraqqiy qilish uchun davomli shu kichik sabiylarimizga shularning qiziqishini shularga sharoit yaratib berish uchun shularning sharoitini yaratib berib ham ularga shunday bir tarbiyalash yosh o'smirlar tantarbiya klubi ichib chiqib shularni tarbiyalab chiqish umidim bilan shu shirin sahnasiga keldim. Maxsus tarbiyalaydiganmi yoki darsdan sirtqi vaqtlarda bolalar kelib shu alayligi bolalar tarbiyalanadi? Darsdan sirtqi. Korxonchilarimiz nima deydi ekan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi orzuga, lekin masalan biz konkret nima ishlarni qilib bersak, foydasi bo'lishi mumkin. Sal g'avo bo'lib qolmas. Ularga shu menda shu maydonni qurib chiqish uchun mana iqtisod kerak. Menda iqtisod kamchil. Shu korxonchilarning iqtisod jihatdan yordam qilishini chin dilimdan umid qilaman. Bence bunaqa o'zingiz sirrilgansiz shundami? To'g'ri. Undan keyin maydon hamda maktablarda noil deganda kanaliyasida u bir maktablarni o yerlikmi qo'llaydi bunda ishni. Aqsab andan keyin balkim shu boldan tashkillash jarayonida biroz xarajat ketishi mumkin hamda. Mesela kiyim-kechak deymiz, futbol deymiz, shundami? İşte bolalar tomoqni o'ziga turdi. Undan bir kasbga ihtiyoq odam biraz bedel to'lamiz bo'lmaydi emasmi? To'g'ri. O'zi chiqarsa, bizning Abida shirkatida, bizning Abida Hurra komandasida bir komandamiz bor.
Aşılar tecrübesizliği depresun. Anandan ki sizlerin körep kalınlar ma o tenterbiye kiyiklerle kiyim bilen topne biz şirketten bilip birler. Rahmet. Sizning hamda şu meydan lazım, top lazım, balla kiyim kichik lazım. Shunga hamda bir kurs ochayda o'tibsiz. Mush kurs qancha pul ketadi? Qandaq planingiz bor? Mustakimdan tushgandan keyin biz ayrim deyistek bo'ldi. Bizning Sabilar shirkatimiz qo'llayotgan bir Sabilar komandasi bor. Alg'ingiz mumkin shu musobaqalarga qatnashib, qo'llayotgan bir shunaqa bir grup bor. Shu klubni qilayotgan, shu mas'ul bo'layotgan bolalarni sizni tanishtirib qo'ysam bo'ldi. Tushgandan keyin sekindan siz bilan yana ayrim bir paranglashib, mushjatdan yana muzokara qilsak bo'ldi. Bo'ldi, rahmat. Siz maktabda o'qib bitirib bo'ldingiz, shundaqmi? Ha, bitirib bo'ldim. Tantarbiya maktabida o'qiganmi? Men shu Shinjang Ma'rif institutining cho'nglar ma'rifini tantarbiya kasbini bitirdim. Bir yil. Bu yil bitirdingiz. Ha. Shir Muhammad nayet ismi g'ayri g'ayratli shijoatli yigitken bu. Hamda hozir rostini aytgan vaqtida yosh o'smirlar klubini qurish bekmo murakkab ish. Hem iqtisodni ko'p ketadigan, hem uning resmiyatları sal qiyroq shunda ish. Shunga konkret qo'yang masalani. Konkret qo'ysangiz, uningdagi ma'la yordam qo'lini ayamaydi sizdan. Nemish qilib berish kerakligini bilsa, yoki bir 10-20 top lazımmı, veya yoki 5-6 qur kiyim lazımmı, veya yoki tantarbiya uskun lazımmı, veya yoki resmiyat lazımmı, yoki pul lazımmı, manda kelimiz. İşte bundan keyingi mayırladımı shunda konkretlikni talab qilaman. Rahmat. Shunlashqa konkret qo'yam ishni. Shir Muhammad, sizning hozirgi xizmat qilyapsizmi yoki? Hozir menda xizmat yo'q. Xizmat yo'q, shundami? Xizmat yo'q, lekin shu ba'zi bir yerlarda ishlab shu ancha iqtisodiy qiymat yaratamdim deb o'ylayman. Unda sizning shu klub yetishtirgan maqsadingizni bilib baqsak bo'lamdi? Men klub yetishtirgan maqsadim o'zimning kasbini texim taraqqiy qildirish uchun shu ma'limizdagi bolalarning qizg'inligini texim yuqori ko'tarish uchun shularning shunchalik sharoitlarni yaratib berib, shularning qizg'inligini futbol amroq bolalarning ehtiyojini qondirish. Ro'yingiz shunday yaxshi, hamda o'zingizning niyatingiz shunday yaxshi bo'libdi. Menimcha men bu o'ljidan To'qistirada siz abtaxirda shanba-shanba bolalarni tarbiyalab, bolalarni mashq qildirmasangiz, agar o'zingiz hozir hech qanday ish boshlamabsiz, siz avval ishni boshlang. Shanba kuni To'qistirada degan maydonlarda keng, yayloq bo'lsin, maktablarning maydoni bo'lsin, bekor turadi. Ashaga 10-20 bolalar makka deb chaqirib ekan bo'ldi. Ashning orasidan siz agar ashning qiziqadigan, ortiqchiligi bor bolalarni yig'ib, uning lekin ashlarni ma'lum bir doiraga ekandan keyin ularningki qiyinchiliklari bo'lsa, biz ularga yordam qilishga har vaqt tayyor. Eng avval siz bir tayyorlikni qiling, undan keyin siz mushning azroq bir ajr singdiring. Undan keyin ma'lum doiraga kelgandan keyin bolalarni yig'ib, manda orchilik va manda bolalarimiz bor. Manda qiyinchiligimiz borsangiz, men o'ylayman bizning korxonachiligimiz qarab turmaydi. Rahmat. Shir Muhammad tush markazimizga marhamat. Bilet tashlashni boshlaymiz. 3, 2, 1.
Xo'sh, qani karxanchilar. 40 numur, cəmi erişkən numarınız 154. Tılımı əfsus inim əhmiyyətlik arzuyisini tanlaş ötkülüge ötənməy qaldınız. Lekin həmkarlaşdırğan, sizə həmkarlı buldurğan şirkətlər çıxdı işindaq bu. Sizə tutulayımız. Xalqaralıq tənərkət türlərinin biri bo'lgan futbol hammaylarni hayajonga soladi. Futbolga kuchlik ishtiyoq bog'lagan bu yigitmo shunday hayajon bilan sahnamizga keldi. Uning atrofidagi bolalar uchun futbol mashq markazi qurishdan iborat bu orzusi munosib holatdagi madadlarga erishdi. Shuning ishimizki, davlatimizning tantarbiya jumladan futbol ishlariga qaratgan qo'llash va ilhomlantirish siyosati bilan Sher Muhammadning bu orzusi cho'qim reallikka aylanadi. İxlas kasbiy taraqqiyot cheklik şirkati İxlas Sherin tush programmasi orqali sherin tushlaringizni amalga oshirishga hamdam bo'ladi. Programmamizni Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot cheklik shirkati alohida talab qilgan. Sabiy bu vaqtlarimiz bir vaqtga bakma intizor. Chunki bu vaqtda mehribonlarimiz Sabiylar Stjavri va Sabiylar quvvat bo'limiga tayyorlaydi. Qaranglar qatiqlarimizning xushalligiga ishtaha bilan yanglar. Sabiylar Stjavri va Sabiylar quvvat bo'limi. Oy, nima bu? O meşretning yuqori bisimli qozoni. Bu meşretning mikrodolqiliq o'chig'i. Uyda bir muncha qozon qasqan bor. Xotin, bu shunday qislat qozonki, o'choq, o't bo'lmasimi, tok bo'lsa, har qanday tamoqni pishiraveradi. Ammo avchu. Bunimi boshqalama kebab bo'lamdi, boshqa o'rinlar bo'lamdi. Birdamda o'zining asl ta'mi, rangi bilan tayyor qilib berdi. Ishlatmasangiz bilmaydi ekansiz. Tok sarfiyoti bakma oz, pishirilishi bakma tez. Ta'mi shunday yaxshi bo'ladi ekan. Mana shunday lezzetli taomlar meşretdan keladi. Meşrep elektr uskunlari. Illiq quyosh nuri ostida Gruziyaning sap havoliq bog'larida ajir mehnat singdirilib, har xil mineral moddalar mo'l bo'lgan tog' sularida pishgan shirin mevalar xom ashyo qilingan Yevropadagi eng ilg'or texnikada pishiqlab ishlangan inchki tekshirishlardan o'tgan meva sharbatlari Gruziyadan Nataxtari markasi bilan huzuringizga sunildi. Tetib ko'ring. Gruziya Nataxtari gazliq meva sharbatlari. Ekran oldidagi ko'rman do'stlar, tunji fasllik ahamiyatlik arzu egisini tanlash bosqichiga kirgan mayirlarchidan o'zi yaxshi ko'rgan, o'zini ta'sirlantirgan sherin tush mayirini tanlab, Yanfon, Tor va Undidar salon orqali bilet tashlab qo'laydiganligini bildirsa bo'ldi. Bilet tashlash qatnashgan ko'rmanlar programma guruhimiz ta'minlaydigan isli soatlardan bekman bo'lalaydi. Yanfonda qisqacha orqali bilet tashlash usul bo'lsa, mundaq. O'zini ta'sirlantirgan mayirning rad nomerini oldiga 11 ni qo'shib 106 266 19 ga uchir yo'lus bo'ldi. Tor orqali bilet tashlash usuli bo'lsa, ko'rman do'stlar www.chikit.uynova.chikit.com to'riga chiqib, o'zini ta'sirlantirgan mayirini tanlagandan keyin bir bilet tashlay oladi. Unidar salonda bilet tashlash usuli mundaq. Ko'rman do'stlar, Yanfondagi Unidar orqali ekranda ko'rsatilgan ikkili kodni skanlash yoki salon nomini kirgizish orqali sherin tush programmasining organ salonini qo'shib olgandan keyin o'zini ta'sirlantirgan mayirga bir bilet tashlalaydi. Sherin tush programmasi davomli mayir qabul qildi. Albatta, tizim shaqqiy ilinmaydi. Sherin tush programmasi qatnashib xohlaydigan do'stlar, ekranda ko'rsatilgan sherin tush liniyasiga telefon qilib va yoki www.chikit.uynova.chikit.com to'riga chiqib tizimlasa bo'ladi. Texnik tafsiliy mazmunlarini sherin tush programmasiniki organ salonini qo'shib olish va yoki Uynova to'riga chiqib ko'rib olsangiz bo'ldi. Biz Ixlos sherin tush programmamizni alayda qo'llagan Xinjiang Ixlos kasbiy taraqqiyot chekish shirkatiga va shunaqla Ixlos sherin tush programmamizni alayda talab qilgan Xinjiang Sabiylar kasbiy taraqqiyot chekish shirkatiga alayda rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga. Kanalga qadrli ko'rman do'stlar, Ixlos sherin tush programmamizning bu sondagi sarxil mazmunlari mushada oxirlashdi. Texmi rangdar texmi o'zgacha mazmunlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, har payshanba kuni soat 8 dan 40 minut o'tganda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin.